Zunnun misli aytadilarki, Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan hayo gapni, iborani kesib qo'yadi. Gapirolmay qolasiz. Allohdan bo'lgan hayo tilni kesadi. Va ishorani daqiq qilib tashlaydi. Ya'ni banda o'ta daqiq qaraydigan bo'lib qoladi hayo qilsa Allohdan. Hayo qilmasa o'zini farishta sanab yuraveradi. Sariyus Saqoti aytgan ekanlarki, Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan hayo qalbni eshigini qoqadi. Agar unda dunyodan biror muhabbatni ko'rsa, dunyoga bo'lgan qaytib ketadi degan ekanlar. Demak, hayo qachon hosil bo'ladi? Qalbdan shahvatni chiqarganda hosil bo'ladi. Hayo kelsa agar eshikni qoqib ko'radi insonning qalbini. Agar unda dunyoning muhabbatini ko'rsa, qaytib ketadi degan ekanlar. Abu Sulaymon ad-Doroniy aytgan ekanlarki, Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: "Ey bandam, sen mendan modom uyatarkansan, hayo qilarkansan, ayblaringni odamlarga unuttirib qo'yaman. Va yerning o'ziga ham, yerning mintaqalariga ham gunohlaringni unuttirib qo'yaman. Qiyomatda guvohlik bermaydi. Hatto Ummul Kitob Lavhul Mahfuzdan ham toyilgan, xato qilgan joylaringni yozilgan bo'lsa, o'chirib tashlayman. Va qiyomat kuni ham seni hisobga olib qiynamayman. Agar hayoing ketmagan bo'lsa. Hayo ketsa Alloh sharmanda qiladi. Shuning uchun Hazrat Umar bitta o'g'ri qo'lga tushganda olib kelib qo'lini kesinglar deganda, taqsir kechiring, birinchi marta qilishim qaytib qilmayman degan. Yolg'on aytyapsan deganlar. Alloh bandani birinchi gunohida sharmanda qilmaydi deganlar. Birinchi qilyapman shu gunohni, bir marta qilib qo'ydim deyaptimi? Sharmanda bo'lgan bo'lsa, biling bir marta qilgan emas u. U ko'nikkan u asli. O'sha qalbidan hayo ketgan o'sha gunohni qilishdi. Keyin Alloh sharmanda qilgan uni. Hayosi tursa Alloh bandani yashiradi. Bandani agar Alloh aybini ochgan bo'lsa, bilingki hayosi ketgan bo'ladi. Alloh o'zi satr qilsin. Agar bizni ham Alloh taolo qanchadir hayo bergan ekanki, alhamdulillah bir-birimizni aybimizni Alloh yashirib turibdi. Ilohim yashirsin oxirigacha. Agar bizni aybimizni ochib qo'ysa, bir-birimiz bilan ko'rishmay qo'yamiz. Bir-birimizga qaramay qo'yamiz. Qalbimizni agar ochib qo'ysa, bir-birimiz bilan gaplasha olmaymiz biz. Alloh yashirib turadi, chiroyli tomonimizni ko'rsatib, yomon tomonimizni, xunuk tomonimizni yashirib turadi, keyin biz bir-birimizni yaxshi ko'ra olamizki. Alloh subhanahu va taolodan hayo qilsa banda ana shunday Alloh uni marhamat qilar ekan. Hatto Lavhul Mahfuzdan o'chirib tashlar ekan gunohni. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan haqiqiy hayo haqida so'rashgan. Haqiqiy hayo qilinglar, istahyu minallohi haqqal haya deganlar. Haqiqiy hayo qandoq bo'ladi deganda so'rashganda aytganlarki, boshi u o'rab turgan narsalarni, qorin va uni o'rab turgan narsalarni saqlashing. Qabrni va chirib ketishingni yodda tutishing. Va dunyoni ziynatini tark qilishing. Kim shuni qila olsa, Allohdan haqiqiy hayo qildi. Bosh va u o'rab turgan narsalar ko'z, quloq, til va hokazolar. Shularni gunohdan saqlash. Alloh subhanahu va taologa yoqmaydigan narsalardan saqlash. Qorin va uni atrofi deganimiz luqmani saqlash, farjni saqlash. Shu narsalarni Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lmaydigan narsalardan saqlash haqiqiy hayo bo'ladi. Shu bilan birga dunyoni ziynatini tark qilish deganlar. Dunyoni ziynatini tark qilish degani yirtiq kiyinib yurish emas. Uni ham kiyadigan vaqt keladi. Lekin bu yerdagi ziynatni tark qilishdan murod qalbdan tark qilish. Qalbingizda o'rni bo'lmasin. Qalbingizda o'rni bo'lib, tashqarida yirtiq jamoq kiysangiz ham dunyoni ziynatini tark qilgan bo'lmaysiz. Asosiy narsa bandaning qalbida o'rni bo'lmasligi kerak dunyoning umuman. Dunyo hayotini umuman o'rni bo'lmasligi kerak. Qaysi ma'noda? Ya'ni shu bog'lanish ma'nosida o'rni borki, amal maydoni ma'nosida o'rni bor. Tushundingizmi? Rohat qilib, maza qilib pala yozish uchun emas. Balki amal maydoni sifatida o'rni bor dunyoning. Ammo kayf safo qilish uchun dunyoning o'rni bo'lsa, u o'sha qaytarilgan. Junayddan so'rashgan ekanki, Hazrati Junayddan hayo nima desa aytgan ekanlarki, ne'matlarni ko'rib bir tomondan, ikkinchi tomondan o'zingni nuqsonlaringni ko'rganda paydo bo'ladigan narsa degan ekan.
hikmatda yozilgan ekanki, kim Alloh taolodan hayo qilsa, itoat qilgan holatida, Alloh undan u gunoh qilgan paytda hayo qiladi. Banda itoat qilgan paytda Allohdan hayo qilsa, Allohdan hayo qilib itoat qilsa, ya'ni mabodo gunoh qilib qo'ysa, Alloh uni azoblashdan hayo qiladi. Tushundingizmi? Fuzayl ibn Iyoz aytgan ekanlarki, badbaxtlikning, baxtsizlikning alomati 5 tadir. Behayolik, qalbning qattiqligi, ko'zning quruqligi, dunyoga rag'bat, uzun orzu havaslar degan ekan.